Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa Top Tiger V5110 polimovoychniy mashinalar haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Gir aylana 360 gradus suvsab bo'ladigan bu texnikamiz 6 kub hajmiga ega po'lat sisterna bilan jihozlangan bo'lib, undan tashqari qo'shimcha shlanglar ham o'rnatib qo'yilgan, suv to'ldiruvchi va bo'shatuvchi tizimiga ega. Bu texnikadan foydalanuvchi shoferlarimiz uchun qulayliklari eng zo'rlari yaratilgan bo'lib, qo'shimcha dvigatellar o'rnatilgan, dori surishtiruvchi jihozlari bilan jihozlangan. Undan tashqari qo'shimcha yashiklar qo'yilgan. Balonlarni keladi olsak, bez kamerni 19,5 diska balonda bo'ladi. Undan tashqari mashinamiz dizelda bo'lganligi sababli 100 litr hajmiga ega bak bilan jihozlangan. Motor qismiga keladigan bo'lsak, avvalo 4,2 litr hajmdagi turbina 130 ot kuchi bilan jihozlangan bo'lib, korobkasiga keladigan bo'lsak, 6 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismimiz keng va shinam. Qandoimga aytib o'tadigan so'zimiz sidina podushka bilan jihozlangan, 4 taraflama kamera, LCD monitor, multimedia rol. Qo'shimchasini spalni bilan jihozlangan bo'lib, shoferlar uchun maksimal qulayliklar yaratilgan. Bu mashinamiz haqida qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiringlar yoki shu pastda yozilgan telefonlarga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz.